Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz yangicha aqlli kat yo'limiz sinov jarayonida hali ham. Bundan oldin birinchi, ikkinchi kuni suluqda ko'mir yoqdim. Bundan keyin 2 qop 50 kilodan 100 kilo nima Qirg'izistonda Belolma ko'mirini semichkasidan olib kelib yoqdim. Buni kechagi videomda ko'rdilaring. Mana bunday shilak bo'lib qoldi, mana shilak. Qotib qolgan yo'q, lekin bir joyda qotib to'xtab qolgan yo'q, lekin mana atrofiga shunaqa to'kildi. 100 kilo ko'mirdan mana shu yerda hatto ko'pga o'xshab ko'rinyaptimi? 2 paqir chiqadi. Atxoti, mana shuncha atxot chiqdi. Buning ichida 30 kilodan 60 kilo nimani ham atxoti bor. O qanaqa atxot chiqdi undan bilmayman. Ana suluqda ko'mirdiki. O'sha 60 kilo suluqda ko'miri, 100 kilo Belolma ko'mirdan chiqqan atxot mana shu bo'ladi. Endi hozirdan nima Qozog'istonda Shibarkul degan ko'mirini yoqishni boshladim. Mana hozir ko'rsataman. Shibarkulda har xil iriklari ham bor. Mana bunaqa. Shunaqa ko'mir. Mana bir yong'oqdek atrofidagilari ham bor, mayda hokasi ham bor. Shundan solingan. Hozir ishdan kelib, hozir endi bitta kotyolni tozalab ichini yoqib qo'ydim. Yarim soatcha bo'ldi yonganiga. 20 ga tushib ketgan edi. Gradusi 44 gacha turibdi. Hozir 40 ga ko'tarildi. Nasoslarimiz ishlayapti. Mana yonishlari. Qozog'iston Shibarkul degan ko'miri. Bundan 500 kilo olib keldim. Yoqib, buni ham sinab ko'ramiz. Chugunimiz aylanyapti. Mana aylangan paytda uncha shilaklarni parchalab maydalab yuboradi. Shuning uchun bunda lapatga garilkaga o'xshab bir joyda shilak turib qolmaydi. Maydalari rosa kuyapti. Hali tolqon maydasi borligi uchun maydalari kuyapti. Yonishi issig'i kuchli ekan, o'ta. Mana shu yerdan uryapti. Kaloriyasi kuchli ekan. Bu ko'mirdan katta-kattalardan mana shu mushtumday kattaroqlaridan Nijniy Garina katyolimizga yoqib ko'rganmiz. Lekin ichini hali saqchga o'xshab to'ldirib tashagan edi. Endi hokasidan bu bunkerlik aqlli katyolga yoqib ko'ryapmiz. Qani buni ham ichini to'ldirib yuboradimi yoki to'ldirmaydi. Mana betidan mana hozir bittadan ancha issiq chiqyapti. Mayda uchgan kullari bor bu yerda.
Buni ham bir haftada bir tozalashimiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kimgadir foydali bo'lib qolar degan niyatda video chiqarib qo'yapman har kuni. O'zim uchun ham yangilik bu. Fakat yo'limiz Xudo xolasa 400 kvadratga mo'ljallab yasaganman. Endi buni kattarog'ini yasayapman hozir. 600 kvadratli xonadon bor qo'shnimnikida. Shunga hozir tayyorlayapmiz. O'sha yerga ham bir o'rnatib, hatta ham sinab ko'ramiz har xil ko'mirlardan yoqib. Gradusimiz bu tomonda 30 da ko'rsatyapti. Bu noto'g'ri ko'rsatyapti. Hatta o'yilishi jiddiy masofa borligigami, shuning uchun jiddiy noto'g'ri ko'rsatyapti. Past ko'rsatyapti. 8-10 gradusgacha past ko'rsatyapti. Mana dimoxodlarimiz issiq emas. Iliq. Hali bir xil kat yo'llarda ventilyator ishlab turganda dimoxodni ushlab olmaydi. Qo'lni kuydiradigan darajada. Mana o ranglari o'chib ketgan. Nijniy kat yo'limda turardi shu dimoxodim. Ranglari, kraskalari o'chib ketgan. Bunda unaqa emas. Xudo xolasa hozircha effekt zo'r. Ko'mirimiz ham normal o'ynayapti. Ishlari zo'r. Bel olma ko'mirda mana shunaqa mayda uchqunlar uchmaydi. Chunki uni xokasi yo'qligi uchun, hali mayda uni yo'qligi uchun bunaqa uchmaydi. Mana shligimiz ishlashni boshladi. Ishlagan paytida kuchayadi. Chugunimiz aylansa yana ham kuchayadi o't. Aylanganda ko'mir o'rnidan siljib o't ko'zi ochiladi, yana kuchayadi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hali yangiliklarimiz oldinda. Endi bu kat yo'limiz Xudo xolasa effekti zo'r. Shu 4 yil, 5 yildan beri izlanib boshimizdan ko'p narsalar o'tkazib o'zimizda haligi nima deydi, tajribalardan kelib chiqib yasagan kat yo'limiz shu. Xudo xolasa effekti zo'r. Buni ustida yana ishlaymiz. Buni shu universal qilganmiz buni. Bu yeridan gerelka yonib turgan bo'lsa, o'sha mana shu yeriga oddiy kattaroq ko'mirlarni solib oddiy kat yo'l sifatida ham foydalansa bo'ladi. Shuni mo'ljal qilyapmiz. Shuni oddiy katta ko'mirlarni yoki o'tinlarni ham yoqib ko'rsatamiz hali Xudo xolasa. Xudo
Xudo xolasa izlanishdan, yangilik qilishdan to'xtamaymiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, kanalimizga podpisatsiya bosib, videoni barcha tanish bilishlarga jo'natib tursalaring, bizni podдержка qilib tursalaring. Xudo xolasa yangiliklarimiz oldinda. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.